Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. İjtimoiy tarmoqda yana men Tilda Nurmurodov. 2026-yil boshida O'zbekiston Respublikasi Urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo'mitasi tomonidan Qumqo'rg'on tumanida Abdullayev direktor o'rinbosari Abdullayevning boshchiligida aholining qabul o'tkazildi. Qabul Qumqo'rg'on tumani muzika va san'at maktabida bo'ldi. 200 ga yaqin odam to'plandi. Odamlar bugungi kunda uy-joy masalasi, yer masalasi, yerlarning talon-taroj bo'layotganligi to'g'risida juda ko'pgina odamlar ularga o'zlarining savol-javob bilan murojaat qilishdi. Shaxsan men Abdullayev huzurida bo'lib, bugungi kunda Qumqo'rg'on tumanining sobiq hokimi Rahmatli G'affarov davrida yerlarning ashaddiy ravishda talon-taroj bo'lganligi, hozirgi kunda ahvolning nihoyatda jiddiy ekanligi, prezidentning qarorlariga nisbatan mutlaqo zid harakatlar bo'lganligi to'g'risida bir nechta misollar bilan murojaat qildim. Oradan biroz vaqt o'tgandan keyin Toshkentdan Qumqo'rg'on tuman kadastr agentligi boshlig'i Yo'ldoshevning faoliyatini tekshirish uchun 3 nafar xodimlar kelishdi. Men shulardan bittasi Tahirov Behzod deganini bilaman. Bir marta uchrashdik, ikki marta o'sha Yo'ldoshevning xonasida uchrashdik. Biz aytdik, nimalarni ko'rish kerak. Bizning fikrimizning isboti va dalili sifatida nimalarni ko'rish kerakligi to'g'risida men shaxsan aytdim, u yozib oldi. Lekin ularning bittasini ham ko'rmadim. Bittasini. Masalan, mana fuqarolik sudi bilan adliyaning o'rtasidagi 1 gektar yer. Eski Agrobankning xarobalari necha yil, 10 yillardan oshib yotganligi, hech kim egasi kim ekanligini bilmaymiz, yer band bo'lib yotdi, buni aytdik. Undan keyin Yuksalish mahallasidagi 10 gektar yer Rahmatli G'affarovning qandaydir bir qarindoshi uchun berilgan, o'zi yo'q. Yerning solig'i ham yo'q, uning o'rmoni ham yo'q, uning daraxti ham yo'q, ekini ham yo'q, hech narsasi yo'q. O'sha yerda qurib berilgan, o'sha quduq ham ishlamaydi, aholiga ham xizmat ko'rsatmaydi. Bu narsalarni aytdik. Rahmatli G'affarovning 21-maktab territoriyasini g'ayriqonuniy ravishda tortib olib, o'sha yerga 2 etajli bino, podval bilan 3 etajli bino qurib olganligi, o'sha yerda mini futbol maktabi maydoni qurganligi to'g'risida. Undan nariyoqda esa temir yo'l yonida hozirga qadar bitmayotgan o'sha bir xaroba bir joy, uzunligi 100 metrdan oshiq temir yo'lning himoya zonasida turgan binolarni aytdik. Nariyoqda Gultepa mahallasida 31 ta fermer xo'jaligining yeri sotilib, ularga uy qurib olinganligi, uylarning buzilishi, yerlarning fermer xo'jaligiga qaytish to'g'risida sud qarorining bajarilmayotganligi to'g'risida juda ko'plab fikrlarni aytdik. Bu sug'orilishi lozim bo'lgan yerga qurilishi kerak bo'lgan limonariy to'g'risida biz aytdik. Bu hozirgi kunda hech qanday effekt bermaganligi, Yaponiyaning JICA kompaniyasidan berilgan 33 milliard so'm pul ko'kka sovurilganligi va nima uchun prezidentning farmoyishida suvli yerga qurilish kerak bo'lsa-da, lekin u cho'lga qurilganligi to'g'risida aytdik. Uni birantasiga borgani ham yo'q, ko'rgani ham yo'q, hech narsa degan emas. Menimcha, janob Abdullayev, siz Qumqo'rg'onda hech narsani tushunmaydigan, farqi farosatni bilmaydigan, savodsiz odamlar o'tirgan bo'lsa kerak desangiz, siz juda qattiq yanglishasiz. Mana menga berilgan javob. O'zbekiston Respublikasi Urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo'mitasi huzuridagi kadastr agentligining 2-mart 2026-kundagi 05-2059 sonli o'sha bizga bergan javobga biz murojaat qilamiz. Mana bizga bergan javobi Abdullayev. Menimcha bugungi kunda hujjatlar bilan ishlash
murojaatchilarning javoblarini o'rganish, ularga to'laqonli ilmiy asoslangan javob berish menimcha o'tmishga qolib ketdi shekilli. Janob Abdullayev, siz nima bu Qumqo'rg'onga kelib odamlarni ahmoq qilib ketdingizmi? Yoki sizning o'sha Behzod degan bu yerga kelib bir tayinsiz ish qilmay sizga bergan javobini siz hatto o'qib ko'rishni ham o'zingizga yeb topmagan bo'lsangiz kerak. Men hayronman, respublika doirasidagi eng katta tashkilotlardan bittasi bo'lgan bu kadastr agentligi urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqarorlantirish milliy qo'mitasining siz direktorining o'rinbosari sifatida sizning bergan javobingiz bilasizmi? Bu javob emas bu. Bu O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 228-moddasi bilan kvalifikatsiya qilinishi kerak va xatni bergan odamlar jinoiy javobgarlikka tortilishi kerak. Chunki xizmat saxtakorligini qilgansiz. Birinchidan, javob xatida agentlik mutaxassis tomonidan ishtirokingizda joyida o'rganib chiqildi deyilgan. Endi sizga savol, janob ijrochi Behzod Tohirov. Men qachon siz bilan qayerda, qaysi joyni birga o'rganib chiqdik? Men tayyor edim, men sizga taklif qildim. Yuring, boramiz, men sizga ko'rsataman. Lekin siz unga o'ylamadingiz-ku, siz kelmadingiz-ku yerga. Siz hech narsani ko'rganingiz yo'q. Maqsad siz yo'ldoshni himoya qilishingiz kerak edi. Yo'ldoshning joyida qolish kerak edi. Yo'ldoshim go'yo hech narsa qilgan emas. Yo'ldoshim farishta, yo'ldoshim oppoq, yo'ldoshim Qumqo'rg'on tumani uchun emas, butun respublika uchun bu juda bir ibrat oladigan inson sifatida siz uning atrofida gir aylanib uni himoya qilib chiqdingiz. Agar himoya qilmaganingizda men aytgan joylarni borib ko'rar edingiz. O'z ko'zingiz bilan borib ko'rar edingiz. Siz uni o'zingizga lozim topmadingiz. Janob Tohirov, men siz bilan yerga borganim yo'q. Men sizga taklif qildim, yuring, men sizni olib borib ko'rsataman dedingiz. Siz unga o'ynamadingiz-ku. Men siz ham bormadingiz-ku. Siz ko'rmadingiz-ku hech narsani. Biz faqat Humoyiddin Yo'ldoshevning xizmatxonasida uchrashdik. Shu yerda men aytdim sizga. Shu yerda suhbat qildik. Men sizga taklif berdim. Siz buncha kelibsiz, xizmat tekshirishi o'tkazayotgan bo'lsangiz, bu kishining aybi bilan qilingan joylarni borib ko'rishingizga to'g'ri keladi dedim-ku. Siz xo'p dedingiz, lekin qilmadingiz siz. Bu xatni siz tayyorlagansiz. Mana ijrochi. Behzod Tohirov, telefoningizga yozib qo'yibdi. Nima saxtakorlikka yo'l qo'yapsiz siz? Siz kimdan deyapsiz? Birinchidan o'zingizning rahbarlaringizdan deyapsiz. Ikkinchidan butun jamoatchilikdan deyapsiz. Men esa butun jahonga chiqaraman buni. Что siz yolg'onchi ekanligingizni, siz umuman xodim sifatida u yerda ishlashingiz o'zi mumkin emasligi to'g'risida buni odamlar tushunib oladi. Qayerdan olgansiz ishtirokingizni o'rganib chiqildi deb? Qayerda men ishtirok etdim men sizga? Ikkinchidan, javob xatida Qumqo'rg'on tuman Yangi Hayot mahallasi Islomobod ko'chasida joylashgan turar joy tuman hokimining 2012-yil 24-dekabrdagi 807-sonli qarori bilan fuqaro Yo'ldoshev janob Humoyiddin Yo'ldashevning otasi nomiga 0.55 gektar tomorqa yer maydoni ajratib berilgan bo'lib, 26-yilda kadastr hujjatlari rasmiylashtirilib, mulkka bo'lgan huquq davlat ro'yxatidan o'tkazilgan deyilgan. Shu o'rinda direktor o'rinbosari Abdullayev ushbu javob xatini imzolashda hech bo'lmasdan tekstni o'qib ko'rdingizmi? Nahotki masalan sizning oldingizga olib kiryapti. Shuni bir qarab, shu to'g'ri yozilganmi yoki noto'g'ri yozilganmi deb bir qaramadingiz. Mana bu bizning bugungi kundagi nafaqat sizning tashkilotingizda, deyarli barcha tashkilotlarda mana ahvolning shu ekanligini men bugun qayd qilmoqchiman. Tuman hokimining 2012-yil 24-dekabrdagi 807-sonli qarori bilan tanishdingizmi? Tuman hokimining 2012-yil 24-dekabrdagi 807-sonli qarori mutlaqo boshqa mazmundadir. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarorining ijrosi bo'yicha Qumqo'rg'on tuman aholisining tomorqa yer uchastkalarini inventarizatsiya ro'yxatidan o'tkazish qarori-ku bu. Endi o'sha qarorni yerga egalik huquqi deb kvalifikatsiya qilyapsiz. Demak, bu bilan ushbu qarorning mazmuni bilan umuman tanish emassiz. Sizning maqsadingiz nima bo'lsa ham javob xati qanday mazmunda bo'lishidan qat'iy nazar bir martaga yuborish bo'lsa bo'ldi, tamom. Uchinchidan, javob xatida Qumqo'rg'on tuman Yangi Hayot mahallasi Mumtoz ko'chasida joylashgan turar joyga nisbatan
tuman hokimining 2018-yil 30-avgustdagi 24-20 sonli qaroriga asosan umumiy yer maydoni 15 sotik, shundan qurilish osti maydoni 58 kvadrat metr bo'lgan bino va inshootlarga fuqaro Yo'ldashevning nomiga mulk huquqi berilib, yer maydoniga egalik qilish huquqi berilgan. 26-yilda kadastr hujjatlari rasmiylashtirilib, mulkka bo'lgan huquq davlat ro'yxatidan o'tkazilgan deyilgan. E'tibor bering. Janob direktor o'rinbosari, har ikkala qaror bir fuqaroga, ya'ni aynan Himoyiddin Yo'ldashevning otasi Yo'ldashev nomiga ikkita manzilda oraliq masofasi 7 yildan oshiq bo'lsa-da, aniq bir sanasi ko'rsatilmagan 26-yilda davlat ro'yxatidan o'tkazilgan degansiz. Direktor o'rinbosari Abdullayev, yana sizga bir savol. Tuman hokimining 2012-yil, 2000 va 18-yilda chiqarilgan qarorlari nima sababdan aniq bir sanasi ko'rsatilmagan 2026-yilda davlat ro'yxatidan o'tkazildi? Sana yo'q. Tuman hokimining 2012-yil va 2018-yilda chiqarilgan qarorlarning qaror osti hujjatlarining haqiqiyligi o'rganildimi? Hech narsani o'rgangan emas. Bu yerga kelib maishat qilib ketdi, qarsaqli, barsaqli, restoran, baliq hamma tomondan kelib maishat qilib ketdi xodimlaringiz sizin. Sizga beriladigan asosiy savolim quyidagicha, hurmatli direktor o'rinbosari. Aslida siz mening murojaatimni o'rganib chiqqanmisiz? Mening murojaatimda keltirilgan vajlarimni ko'rganmisiz? Murojaat yakuni bo'yicha janob Tahirov tomonidan o'rganish yakunlari bo'yicha tuzilgan xizmat tekshiruv xulosasi bilan tanishganmisiz? Hech narsani tanishganingiz yo'q. Ehtimol sizga olib ham kirmagandir u. Ehtimol hali sizning podpising ham o'zingizniki emas bo'lib chiqishi mumkin. Shunchalik padlokka borgandan keyin nima o'sha narsani kutish mumkin emasmi? Agar tanishgan bo'lsangiz, murojaatimda ko'rsatilgan 10 dan ortiq vajlarim nima sababdan o'rganilmadi? Nima uchun Qumqo'rg'onda bugungi holat, men sizning o'zingizga aytdim. O'sha bolalar san'at maktabida sizning o'zingizga aytdim. 2000 gektardan ortiq yer yo'q, yer talon-taroj bo'lgan dedim. Men aytdimki, hech bo'lmaganda o'sha 3 ta 4 ta fermerlarni vыборishni yoki tanlov asosida 3 ta 4 ta fermerdan o'sha fermer bo'lgan kunda necha gektar yer bo'lgan, hozir necha gektar yer qolganligini ko'rib chiqish lozim deb sizga ham aytdim, o'sha Behzod Tahirovga aytdim. Hech kim ishdan shug'ullanmadi. Birorta fermerning dalasi borib, vыборishni borib o'lchanmadik. Hamma joyga uy-joy qurib olingan, sotilgan. O'sha 92-yilda yoki 93-yilda 100 gektar yer bo'lsa, hozir bo'lsa 80 gektar yoki 85 gektar yer bor. 10-15 gektar har bir fermerda chiqib ketadi. Men bu bilan fermerlarga men bir narsa deyotganim yo'q. Yer agar shu tariqa talon-taroj bo'ladigan bo'lsa, ertaga avlodlar nima bilan tirikchilik ko'radi degan tashvish bilan gapiryapman. Shu o'rinda men sizga xizmat safari uchun davlatning ancha-muncha pullarini xarajat qilib, murojaatni to'lig'icha o'rganmasdan, xizmat safari bo'yicha xulosani soxtalashtirgan ijrochi Tahirov va boshqalarning o'z xizmat vazifalarini bajarish vaqtida mansab soxtakorligiga yo'l qo'yishda sherik deb baholash mumkin. Sababi siz Behzod Tahirov tomonidan taqdim etilgan soxta xizmat safari xulosalarini o'rganmasdan, haqiqiyligiga baho bermasdan imzolab, tasdiqlab bergansiz deb hisoblayman. Mana respublika qarang qanday jaranglaydi sizning tashkilotingiz. Respublika O'zbekiston Respublikasi Urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo'mitasi. Siz ikkinchi litsossiz. Yuborgan odamlaringiz nima ish qildi? Nima bo'ldi? Nahotki shunchalikka borib yetdik biz bugun. Ular o'zi umuman shu egallab turgan vazifasiga kim bo'lishdan qat'iy nazar o'zi loyiqmi shular? Yoki duch kelgan odamni duch kelgan tashkilotga qo'ydi. Shusiz ham butun tashkilotlarda savodsiz kadrlar ko'payib ketdi-ku. Savodsizlik oqibatida biz bugun qanchalik jabr ko'rayotganimizni siz janob Abdullayev bir tasavvur qilib ko'ringchi. Men sizning imzongiz bilan yuborilgan javob xatingizning mutlaqo noqonuniy ekanligi, mutlaqo talabga javob bermasligi, faqatgina Himoyiddin Yo'ldashevni himoya qilish uchun menga javob berganligingizni bugun qayd qilib o'tmoqchiman. Men O'zbekiston Respublikasi bosh prokuroriga murojaat qilmoqchiman.
Mana shu masala bo'yicha buni o'zingizning nazoratingizga olib, yerlarning talon-taroj bo'layotgani, xususan Qumqo'rg'onda bo'layotgan voqea. Lekin siz janob Abdullayev yana viloyatdagi kadastrga yuborib o'tirmang buni. Viloyatdagi kadastrlarning o'zi shu yerda boshda turibdi bittasi. Abdumajid Esanov degan mana bu yerda 90 million bilan pora bilan qo'lga tushgan edi. Uni homiylar bir kechada chiqarib oldi-da, mana sen 90 million pora olsan, ya otangga rahmat deb olib borib viloyat kadastriga ikkinchi lista qilib qo'ydi. Vijdonimiz nima bo'lyapti? Insofimizga nima bo'lyapti? Insof iymonning darvozasidir. Qani iymon, qani insof, qani yelga, xalqqa ertaga non tuz beradigan, xalqni boqadigan yerga nisbatan munosabat bugun shunday ekan, biz boshqalardan nimani kutishimiz mumkin? Hurmatli O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori Ne'matilla Yo'ldashevga ikinci bir masala bo'yicha murojaat qilmoqchiman. Bundan tashqari hurmatli Davlat soliq qo'mitasi raisi va raisning kompliensi o'rinbosari Saliyevga ham aytmoqchiman. O'rtoq Saliyev, yaqinda sizni O'zbekiston Respublikasi prezidenti katta ishonch bildirib, sohadagi korrupsiyani tugatish, men senga ishonaman, sen shuni tugatasan deb qo'ydi. Men shuning uchun aynan sizning nomingizni qayd qilyapman. Men bugun Surxondaryo viloyat soliq boshqarmasida ishlayotgan ayrim mutasaddida o'rtoqlarning harakatlaridan norozi bo'lib quyidagilarni aytmoqchiman. Bundan bir necha oy muqaddam sizning xabaringiz bor, 60 milliard so'm, ya'ni qo'shimcha qiymat solig'idan paydo bo'lgan 60 milliard so'mni Jizzax viloyatida bir kunda ochilgan yuridik sotuv o'tkazib berilganligi to'g'risida men murojaat qilgan edim. Eshitishimcha bir necha kishi javobgarlikka tortilgan, lekin aynan shu narsaning boshida bo'lgan odamlar bundan qutulib qolgan. Qumqo'rg'on tumanida faoliyat yuritayotgan Abulqosim Niyozov degan bir tadbirkor, Qo'shtirnoqdagi tadbirkor, yashirilgan soliqlar yuzasidan qilgan murojaatim yuzasidan 750 million so'm aniqlanganligi, lekin aniqlanganiga bir necha oy bo'lishiga qaramasdan Qumqo'rg'on tuman byudjet tanqisligi bo'lib turgan bir paytda ushbu tadbirkordan yashirilgan soliqlar shu kunga qadar undirilmaganligi, ushbu summa undirilmaslikka mas'uliyatlik qilayotgan Davlat soliq boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Otabek Umirov deb bilaman men. Nima uchun? 750 million so'm soliqdan yashirilyapti. Bu pensiya bu oylik bu. Bu odamlarning ijtimoiy to'lovlari bu. Agar Qumqo'rg'onda bitta kishi 750 million bir tadbirkor soliqdan yashirayotgan bo'lsa, bunga o'xshagan nusxalar viloyatda necha kishi tashkil qiladi? Ularda bu summani bir tekshirib ko'rishga. Bular to'lamaydi bular. Murosa qilib yashayapti. Surxondaryo viloyat soliq qo'mitasining rahbarlari murosa qilganligi uchun ham shunday ishlarga boshqash bo'lganligi uchun ham bekorga yozmas ekan. Shu u yoki bu masala bo'yicha ijtimoiy tarmoqqa chiqqaningizda ayrim holatlarda shunday yozadi. Ko'p ham u odamni deydi, tanqid qilavermang, yaqinda u odam ministr bo'lib ketadi deydi. Haqiqatan chinakam shu odamlar bilar ekan. Mana qarang. Narimanov Erkin Qoraqalpog'iston Respublikasi soliq boshqarmasiga boshliq chiqdi. Lekin shuning davrida bo'lgan-ku 60 milliard. Shuning davrida edi-ku 750 million bu Abulqosim Niyozovning soliqdan yashirilgan, hozirga qadar undirilmagan bu summa. Men tushunolmayman. Hurmatli prokuror, hurmatli Saliyev, bu nima bu? Biz qayerga qarab boryapmiz o'zi? Prezident nima deyapti? Prezident bugungi kunda korrupsiyaga qarshi ayovsiz kurash boshlash lozimligi to'g'risida katta qarorlar qilib, yig'ilishlar o'tkazib va juda katta lavozimda o'tirgan odamlarni jinoiy javobgarlikka tortirish masalasiga dabro berib turgan paytda Surxondaryo viloyat soliq qo'mitasidagi odamlar nima ish bilan shug'ullanyapti o'zi?
Nima biz faqat shu narsani ochish uchun ijtimoiy tarmoqqa chiqishimiz kerakmi? Ha? Yoki ular o'zining xizmat vazifasini to'liq bajarmasa, ularni pashrat qilishimiz kerakmi? Ularga unvon berishimiz kerak, ularga juda katta lavozimlar berish kerakmi? Men tushunmayapman men. Davlat soliq boshqarmasi boshliq o'rinbosari Otabek Umirov o'zining ukasiga yuridik shaxs ochib, qo'shilgan qiymat solig'idan ortiqcha hosil bo'lgan mablag'ni noqonuniy ravishda, ya'ni 1 milliard so'mni o'zlashtirib ketganligi to'g'risida bizga xabar kelgan. Ptishkina shiptal deydi. Yoki qush qanotida olib kelib deydi. O'g'irlik 3 kun yotarmish, 3 kun ko'rpaning tagida. Lekin 4-kun chiqar ekan. Chiqyapti-ku bu. Ha? Ya shunga siz yo'q deysizmi? O'sha paytda siz janob Umirov o'z xavfsizlik bo'limi boshliq lavozimda ishlagansiz. Ukangizga sharoit yaratib bergansiz shunday. Ha. Bechora bir kambag'al bir yerdan bir salgina bir yerdan narusheniya qilib qo'ysa, yoqasidan ushlab olib borib tergovga olib borib, tergovdan institutga olib borib, nariyoqqa turmaga qo'yib qo'yadi. Nima sizlar qonundan ustunmisiz sizlar? Yoki soliq bu daxlsiz tashkilotmi? Soliq bilgan ishingni qil deb qo'yilgan tashkilotmi? Nima uchun xalqimizning moddiy va ma'naviy rivojlanishi, moddiy manfaatlarimizning bugungi kunda salgina oqsayotganligining sababi nimada ekanligini ehtimol sizlar mendan ko'ra ko'proq bilasizlar. Hurmatli Davlat soliq qo'mitasi raisi va rais o'rinbosari janob Soliyev, men sizlardan iltimos qilaman. Agar mobodo keyingi paytdagi munosabatdan bildirilmay qoldi-yu, agar mobodo sal vijdonlaringiz uyg'onib, Davlat soliq qo'mitasiga mas'ul odamlar mening bu xabarimga munosabat bildirish lozim bo'lsa, yoki shu masalalarni tekshirish lozim bo'lsa, yoki shu bugungi kunda prezidentning olib borayotgan bu davlat doirasidagi siyosati ustun deb tushungan bo'lsangiz, siz o'zingizdan o'sha qo'mitadan odam yuboring. Bu yerdan yubormang, bu yerdan. Bu yerga borib tekshirib qani, nima bo'lyapti, mana u chol nima deyapti deb buni o'qimang siz. O'zingizdan yuboring, Toshkentdan yuboring. Kelib ko'rsin bu yerda. Ha. Ko'rsin, Qumqo'rg'on tuman soliq inspeksiyasini ko'rsin va boshqa rayonlarda ko'rsin. Soliqdagi holatni bir o'rganinglar, og'aynilar. Nima uchun bugungi kunda prezidentning siyosatiga nisbatan bunchalik nopisandlik bilan qarash odat tusiga kirib qoldi? Ha? Buning oqibati yaxshilikka olib kelmaydi. Prezident bugungi kunda aytayapti, xalqni rozi qil deyapti. Xalqning manfaatiga oyoq qo'yma deyapti. Xalqqa sharoit yaratib ber deyapti. Ha? Siz nima ish qilyapsiz? Men har ikkala murojaatim bo'yicha tegishli organlardan ularning munosabatini men kutib qolaman. O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori Ne'matilla Yo'ldoshevdan, soliqdagi Soliyevdan bu Qutbiyevdan bugungi kunda holatning naqadar achinarli ekanligini bir his qilib, sohada bir tekshirish o'tkazib, odamlarning manfaati yo'lida bir ozgina to'g'ri qadam tashlasalaringiz, xalq sizlardan minnatdor bo'lardi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.